Assalomu alaykumlar. Tomorqa biznes kanalining muxlislari. Mana jo'jalarni, chiqqan jo'jalarni mana sizlarga ko'rsatyapman. Ular hozir mana shunaqa holatda turibdi. Mana bitta lampochkasini almashtirdik, ya'ni oddiy led lampochka qo'ydik. Issiq bo'lgani uchun, mana ko'cha hozir chilla bilasiz, issiq bo'ladi. Ularga ham jani issiq shart emas. Mana hokazo. Xo'p, tuxumni maydalab mana ozgina tashlandi, bir ikkitasi yedi. Tagiga shu ovqat berayotgan paytda tagiga shu qog'ozlarni to'shab qo'ydik. Hozirlarni rulonoviy qog'ozlar bo'ladi-ku. Qo'lni artadigan o'sha qog'ozlar. Xohlagan o'sha topgan qog'ozga to'shab qo'yasiz. Ustiga to'shab ketaverasiz. Bir 3-4 kunda bir almashtirib turasiz. Qo'lningizni olib tashlaysizda, hid bo'lib ketmasligi uchun. Hozir mana shunaqa ahvolda turishibdi. Bu yerda hozir 30 ga yaqin bo'lsa kerak. Xudo xolasa, bu yil bu gal cho'ta nimagadir cho'ta deyman, nimagadir kam jo'jalar chiqqan jo'jalar soni. Menimcha issiqdan bo'lsa kerak, o'sha issiqdan ta'sir qilgan, ya'ni tuxumlar nima deydi, urug'lanmaganmi, ya'ni xo'roz orqali bo'lmaganda shunga mana bu jo'jalar bo'lmadi u nimada. Hozir inkubatordan sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa turibdi. Yaqindan bir ko'rsataman, mana yaqindan ko'rsangiz. Ko'ringizlar mana. Salom diyorum bana. Hoppa. Uzun dursun. Bitta seri tovuq bor. Bizda ana shu bolalar ham bor ekan, ko'rasizlar. Qoramiz kulrang tovuqda o'shani tuxumidan chiqqan mana shu kulrang olib ko'rasizlar, mana shu tuxumidan chiqdi. Yotishiga qaranglar, dam olib yotibdi. Bu yaqinda chiqdi, bugun chiqqanida bu. Bugun tongda chiqqan, olib qo'ydim. Juda yosh. Qarab turishga yosh, yiqilib qolishi bor, bir-birini chaqishi bor, hali nimalari ko'p. Nüanslari ko'p. Boqilayotgan paytda sizlarga xudo xolasa ularni ko'rsatib ketamiz. Xudo xolasa mana shu shu tuxumga kirgungacha shu protsessgacha shu videoga olib boraman. Ora-orada uni videoga olib, mana shu holatda bo'lyapti deb joylashtirib ketaveraman. Xo'p, bo'ldi, bularga bezovta qilmaymiz. Inkubatorni bitta ko'rib boqsak, nima deysizlar? Inkubatorning ahvoli mana shunaqa turibdi hozir. Bunga suv sepib qo'ydik. Xo'p, bu yerdagi tuxumlarda yani chaqilmagan, ya'ni nima deydi, chiqayotganda tuxumni urib chiqadi-ku. O'shaqa urib ham chiqmaganda, mana bitta jo'ja bor ekan mana bu yoqda. Ko'rdingizlar, yotibdi mana. Bitta jo'ja yotibdi. Mana tuxumdan yana chaqilmagan hamda teshilmagan ham, ichkaridan teshib qo'yadi-ku, o'sha qilinmagan. Endi bu yoqda menimcha chiqmasa kerak. Xo'p, bu gal aytganimdek kamroq chiqdi. 50 ta chiqqan ham bor edi. 80 nechtadan 50 ta chiqqan holat ham bo'ldi. Bir marta 50 dan oshiq chiqqanda, bir marta 40 dan oshiq chiqqanda o'shaqa sanagan edik. U yozni boshida edi. Bahorning oxiri, yozni boshida ikkita parcha ketma-ket o'shaqa yaxshi chiqmayapti. Hozir endi issiq ta'sir qildi menimcha, o'shuning uchun bu sal kamroq chiqdi. Ay bu yerda inkubatorda emas, ay bu yerda mana bu tuxumlarda o'sha xo'roz orqali bo'lmagan edi, ya'ni tushundingizlar, o'sha tovuqni o'zi qo'ygan, xo'roz ishtirok qilmagan, ya'ni bu urchmagan tuxum deymizmi qilib tushundingizlar, o'shaqa bo'lganda. Ana nima qilgan paytimiz endoskop qildik-ku, mana bu joyga qo'yib, mana bu joyga qo'yib, mana menga. O'sha paytdan 32 tuxum olib tashlagandik, esingizda bo'lsa. Juda ko'p tuxum olib tashlandida. O'sha под вопрос bo'lganlarni qo'yib qo'ygan, ya'ni ichi yorug' bo'lib turganini olib tashlagandik, ichi ozgina qora bo'lganini qo'yib qo'ygandik, mana shu qora bo'lganlar. Hali bularni xudo xolasa men ochib ko'raman, oxirida tashlaydigan. Buni umuman iste'molga yaroqli emas, ya'ni jo'jalarga ham buni berib bo'lmaydi. 11-kuni olganlarimizni bundan oldingi chiqqan jo'jalarga bergan edik. O'shalar jo'jalar qaynatib bergandik, uni yeyishgandi. Endi buni вообще anaqa jo'jalarga ham berib bo'lmaydi. Buni shundoq ko'mib tashlaymiz. O'sha ko'mish jarayonida men bularni bitta sindirib ko'raman-da, qani nima bo'ldi ekan deb. O'shani nimalarni sanayman.
o'sha umuman ichida hech narsa bo'lmaganini sanayman. Menimcha bu скорее всего mana shu hammasida shunaqa ahvol bo'ladi. Bugun 22-kuni edi. Bugun demak, ya'ni tuxumdan qo'yganimiz, inkubatorga qo'yganimiz 22-kuni, bugungi sanani 8-chi menimcha 8/07/2026 yo 9 mana ish qilib hali yozib qo'yaman, aniq esimda yo'q. Va hozir shu ahvol bo'lyapti jigarlar. Har doim ish chiki-puki bo'lmaydi. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi, ya'ni kamroq chiqadigan holat bo'ladi. Umuman xafa bo'lmaymiz, kayfiyatni tushirmaymiz. Mana sekin ko'taraman. Allohning bergani, hammasiga rozi bo'lib o'sha ishlab ketaveramiz. Shu chiqqanda barakasini bersin. Mana bu chiqqanlarda mana tiqillatib urmaganda hech qasiga. Ustidagi bog'i lekin ustini urib ana qilmagan, ko'rasizmi? Hech qanaqa ahvol bo'lmagan. Shu urgan, sindirgan bo'lsa chiqdi-da, ichida bor, ichida shu juda chiqish alomati bo'lganlar hammasi chiqdi. Va bular shunaqa holatda turibdi. Buni hali bittadan keyin olib qo'yamiz, sal katta bo'lsin. Va hokazo. Hali jo'jalarni ovqatlantirish, ularga qarash, vaksinasi, hokazolar haqida aynan mana shu partiyada oxirigacha video qilib olib boramiz, nasib qilsa. Demak, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariyada mashalloh barakasini bersin deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin.